1483-yil 14-fevralda Andijonda tavallud topgan. Bobur ham shoir, ham shoh bo'lgan. Bobur degan ma'no yo'lbars yoki sher degan ma'noni anglatadi. Janglardagi jasorati uchun ushbu nomni olgan. Boburning eng katta asarlaridan Boburnoma asaridir. Bobur Hindistonga borib, u yerda juda katta sulola yaratgan. Boburning otasi Umar Shayx Mirzo Farg'ona viloyati hokimi, onasi Qutlug' Nigor xon Mo'g'uliston xoni va Toshkent hokimi Yunus xonning qizi edilar. Toli yo'q jonimga baloliq bo'ldi, har ishniki ayladim xatolik bo'ldi, o'z yerin qo'yib din sari yuzlandim, yorab netagli yuz qaroliq bo'ldi. Jonimdan o'zga yoru vafodor topmadim, ko'nglimdan o'zga mahrami yor topmadim. Menga bir yor jafokor topilmas, mendek senga bir zor vafodor topilmas. Bu shakl shamoil birla xudxo'ru pali sen, kim jinsi bashar ichra bu miqdor topilmas. Kim ko'ribdir ey ko'ngil ahli jahondin yaxshilik, kimki ondin yaxshidir, ko'z tutma ondin yaxshilik. Gar zamonni naf qilsam ayb qilma ey rafiq, ko'rmadim hargiz nedayin bu zamondin yaxshilik. Kimki vafo qilsa vafo topgusi, har kimki jafo qilsa jafo topgusi. Yaxshi kishi ko'rmagan yomonlik hargiz, har kimki yomon bo'lsa jazo